Qashqadaryoliklar Yangi yil dasturxoni uchun bozorlikni qayerdan qilsam ekan deb o'ylashga hojat yo'q. Sizlarga eng munosib manzilni va nima uchun aynan shu yerdan xarid qilishingiz kerakligini aytaman. 13-dekabr kuni Qarshi shahrida yangi supermarket Sofmart rasman ochilmoqda. Ochilish marosimi soat 14:00 ga rejalashtirilgan. Ochilishga kelganlarga taniqli blogerlar ishtirokidagi konsert shou dasturi hamda kafolatlangan sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Hozirda supermarket ochilishi uchun so'nggi tayyorgarlik ishlari ketmoqda. Eng asosiy yangilik, Sofmart ochilgan kunidan boshlab supermarketdagi barcha mahsulotlar o'zining tan narxida sotiladi. Bu degani, Yangi yil dasturxoniga bozorlik qilish uchun Sofmart supermarketidan qulay va arzon joyni boshqa joydan topolmaysiz. Sofmart oilaviy xaridingiz uchun munosib, qulay va eng minimum narxlardagi lokatsiyadir. Manzil Qarshi shahri Qarshi Koson yo'li yoqasida, Yerqo'rg'on bozoridan o'tib, Sofgo yonilg'i quyish shoxobchasining yonida.